Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mavzuyimiz tushuncha. Hozir buni muhokama qilamiz. Tafakkurda qanday shakllanishi va uni ahamiyati haqida gaplashamiz. Ha, bu mavzu mantiq fanining eng asosiy tushunchalaridan biri hisoblanadi, chunki har qanday fikrlash bu tushunchadan boshlanadi. Oddiy qilib aytganda, biz atrofimizdagi narsalarni qanday anglaymiz? Aynan tushuncha orqali. Xo'sh, tushuncha deganda hozir nimani tushunamiz? Tushuncha bu predmet va hodisalarning umumiy va muhim belgilarini aks ettiruvchi tafakkur shakli hisoblanadi. Masalan, daraxt deganda biz aynan bir xil daraxtlarni o'ylamaymiz. Biz ularning umumiy xususiyatlari haqida fikr bildiramiz. Ularning barchasi ildizga ega, ular barg chiqaradi va bir xil o'sadi. Unday bo'lsa, tushunchaning jihatlari nimada? Ikki asosiy tomoni bor. Bunda mazmuni muhim belgilarni ifodalaydi va hajmi bu tushunchalarga kiradigan predmetlar yig'indisidir. Masalan, talaba tushunchasini olaylik. Uning mazmuni talaba o'qiydi, hajmi esa barcha talabalarning tahsil olishi. Shuningdek tushunchalar umumiy va yakka va konkret abstrakt bo'lishi mumkin. Tushunchalar ustida qanday amallar bajariladi? Asosan bo'lish, umumlashtirish va ta'riflash kabi amallar mavjud. Masalan, hayvon tushunchasini uy hayvoni va yovvoyi hayvonga bo'lish bu bo'lish hisoblanadi. Lekin bu jarayonda qoidalar amal qilish kerak. Bo'lish to'liq bo'lish kerak. Bitta asos bo'yicha bo'lish kerak. Xo'sh, demak, tushuncha bu fikrlashning asosiy ekanlar. Lekin bu joyda qoidalar amal qilish kerak va u orqali biz dunyoni tartiblaymiz, umumlashtiramiz va tushunamiz. Agar tushunchalar to'g'ri shakllantirilsa, mantiq ham aniq va mazmunga ega bo'ladi. Bugungi podkastimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.